2016-yil 15-iyun kuni Toshkent viloyati huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Chinoz tumani O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 85-uyda yashovchi fuqaro Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichning uy-joyi va unga tegishli korxonalarda tezkor tadbir o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Tursunboyev Ahmadjon Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi hisoblanadi. Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100% dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. U bundan tashqari aholiga oyiga 40% ustama to'lash sharti bilan xorijiy valyutada qarz berib kelgan. Hozirgi kunda Tursunboyev Ahmadjonga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan. Men Berdiyev Abdunosir Sirdaryodanman. Shu endi odamlarning gapini eshitib, shu xalqdan eshitib keldim. 8 million so'm topshirdim. Bular 10 oy davomida ichida 16 million qilib beramiz deyishdi. Har oyiga 1 million 600 ming. Birinchi marta topshirishdi. 1750 dollar topshirdim. 1750 dollar 4320 dollar qilib beraman degan. 3 oyga 360 dollardan. Aniqlanishicha, Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan va bu munosabatlarni huquqiy jihatdan hech qanday rasmiylashtirmasdan shunchaki o'zining ish daftarlariga qayd etish bilan kifoyalangan. Rahbar Ahmad ekan o'zi. Kassirlar bor o'zlari, hammasi yerda o'tirishadi. Yozib borishadi o'zlariga endi nima deydi? Misol daftar tutishgan o'zlari yozib borishadi. Masalan, har oy odamga qancha berishi shular yoziladi. Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy, 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollar ham 1 million atrofida oborot qilamiz katta chistolarda. Shunisi e'tiborliki, Tursunboyev odamlardan pul qabul qilayotganda hech qanday kafolat bermagan. Boz ustiga, agar o'ziga biror kor hol bo'lsa, yaqin qarindoshlariga, farzandlariga hech qanday da'vo qilmaslik shartini qo'ygan. Xo'sh, u holda u qanday qilib odamlarning ishonchini qozongan? Tursunboyev Ahmadjon aholini pullarini 1 yil muddatda 2 barobar oshig'i bilan qaytarish va'dasi bilan qiziqtirgan va faoliyatining dastlabki paytlarida odamlarning kuchli ishonchiga kirgan. Odamlar bizga o'sha pullarni beradi, biz 10 oy davomida taqsimlab, yana o'zlariga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odam kelib 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 ta odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Olib chiqib ketadi. Holatida endi foyda anchagina. Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuntirim. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shunaqa qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shunaqa. U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli tovar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan. Dealer bo'lib ishlayman. Mashina registratsiya qilinadi. Ichkariga olib kirib shuni registratsiya qilib, o'sha insonni bu yoqqa olib kelib yozdirtirib, mashinani qabul qilaman. Olib kelgan insonga, suyunchisiga 100 AQSh dollarida berib, jo'nataman. Mashinani Sergeliga jo'nataman. Sergelida Lacetti Nexa'larni sotaman. 2 oy bo'ldi, shogird bo'lib tushganimga. Mashinani bu yerdan jo'natadi, egalari olib borib beradi mashinani. Texpasport olib yozib oladi, lazekin. Sot deydi, men shuncha narxdan sotaman. Egasi keladi, xizmat qilib beradi. Pulni olib kelib bu yerga yozadi. Noqonuniy ravishda odamlardan olgan pullar evaziga Escalade, BMW, Lexus kabi qimmatbaho avtomashinalar sotib olgan. Chinoz tumani hududidagi katta yer maydonida chorvachilik xo'jaligi tashkil qilgan. O'z turar joylarida juda katta miqdordagi xorijiy va milliy valyutadagi naqd pul mablag'lari va qimmatbaho boyliklarni to'plagan. Bizda mana bitta ikkinchi fermada 1000 bosh buqa
sig'dirilgan mol fermamiz bor. Birinchi fermada ham xuddi shunday mol ferma qurilyapti. 4-chi fermada ham 5-6 mingta buqa joylashadigan katta atkormishli baza qurilyapti. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy-joylari va ularga qarashli korxonalarda aytib o'tilgan tartibda o'zlashtirilgan 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Ushbu holat yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. $360. Aniqlanishicha, Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan va bu munosabatlarni huquqiy jihatdan hech qanday rasmiylashtirmasdan shunchaki o'zining ish daftarlariga qayd etish bilan kifoyalangan. Rahbar Ahmad ekan o'zi. Kassirlar bor o'zlari, hammasi yerda o'tirishadi. Yozib borishadi o'zlariga endi nima deydi? Misol daftar tutishgan o'zlari yozib borishadi-da. Masalan, har oy odamga qancha berishi shuna yoziladi. Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy, 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollar ham 1 million atrofida oborot qilamiz katta chistolarda. Shunisi e'tiborliki, Tursunboyev odamlardan pul qabul qilayotganda hech qanday kafolat bermagan. Boz ustiga, agar o'ziga biror kor hol bo'lsa, yaqin qarindoshlariga, farzandlariga hech qanday da'vo qilmaslik shartini qo'ygan. Xo'sh, u holda u qanday qilib odamlarning ishonchini qozongan? Tursunboyev Ahmadjon aholini pullarini 1 yil muddatda 2 barobar oshig'i bilan qaytarish va'dasi bilan qiziqtirgan va faoliyatining dastlabki paytlarida odamlarning kuchli ishonchiga kirgan. Odamlar bizlarga o'sha pullarni beradi, bizlar 10 oy davomida taqsimlab, yana o'zlariga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odam kelib 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 ta odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Qoladi-da endi foyda anchagina. Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuncham bo'yicha qoplaydi. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shunaqa qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shunaqa. U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli tovar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan. Dealer bo'lib ishlayman. Mashina registratsiya qilinadi. Ichkariga olib kirib shuni registratsiya qilib, o'sha insonni bu yoqqa olib kelib yozdirtirib, mashinani qabul qilaman. Olib kelgan insonga, suyunchisiga 100 AQSh dollarida berib, 100 AQSh dollarida berib jo'nataman. Mashinani Sergeliga jo'nataman. Sergelida Lacetti Nexa'larni sotaman. 2 oy bo'ldi. Shogird bo'lib tushganimga. Mashinani bu yerdan jo'natadi, egalari olib borib beradi mashinani. Texpasport olib yozib oladi, Lazekan. Sot deydi, men shuncha narxdan sotaman. Egasi keladi, pulni qilib beradi. Pulni olib kelib betga yozadi. Noqonuniy ravishda odamlardan olgan pullar evaziga Escalade, BMW, Lexus kabi qimmatbaho avtomashinalar sotib olgan. Chinoz tumani hududidagi katta yer maydonida chorvachilik xo'jaligi tashkil qilgan. O'z turar joylarida juda katta miqdordagi xorijiy va milliy valyutadagi naqd pul mablag'lari va qimmatbaho boyliklarni to'plagan. Bizda mana ikkinchi fermada 1000 bosh buqa sig'dirilgan mol fermamiz bor. Birinchi fermada ham xuddi shunday mol ferma qurilyapti.
4-chi fermada ham 5-6 mingta buqa joylashadigan katta atkormishli baza qurilyapti. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy-joylari va ularga qarashli korxonalarda aytib o'tilgan tartibda o'zlashtirilgan 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Ushbu holat yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Pishloqli sho'rva Farzandlariga hech qanday da'vo qilmaslik shartini qo'ygan. Xo'sh, u holda u qanday qilib odamlarning ishonchini qozongan? Tursunboyev Ahmadjon aholini pullarini 1 yil muddatda 2 barobar oshig'i bilan qaytarish va'dasi bilan qiziqtirgan va faoliyatining dastlabki paytlarida odamlarning kuchli ishonchiga kirgan. Odamlar bizlarga o'sha pullarni beradi, bizlar 10 oy davomida taqsimlab, yana o'zlariga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odam kelib 10 ming dollar bersa, bir oy oldin 10 ta odam kelgan odam 10 ming dollarni 1000 dollardan bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Qoladi-da endi foyda anchagina. Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuncham bo'yicha qoplaydi. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti, menikini yana kelib sizga beryapti. Shunaqa qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shunaqa. U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli tovar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan. Diler bo'lib ishlayman. Mashina registratsiya qilinadi. Ichkariga olib kirib shuni registratsiya qilib, o'sha insonni bu yoqqa olib kelib yozdirtirib, mashinani qabul qilaman. Olib kelgan insonga suyunchisiga 100 AQSh dollarida berib, 100 AQSh dollarida berib jo'nataman. Mashinani Sergeliga jo'nataman. Sergelida Lacetti Nexa'larni sotaman. 2 oy bo'ldi. Shogird bo'lib tushganimga. Mashinani bu yerdan jo'natadi, egalari olib borib beradi mashinani. Texpasportni olib yozib oladi, Lazega. Sot deydi, men shuncha narxdan sotaman. Egasi keladi, pulni qilib beradi. Pulni olib kelib 2016 yil 15-iyun kuni Toshkent viloyati huquq-tartibot organlari xodimlari tomonidan Toshkent viloyati Chinoz tumani O'zbekiston qishloq fuqarolar yig'ini Navoiy ko'chasi 85-uyda yashovchi fuqaro Tursunboyev Ahmadjon Hamidovichning uy-joyi va unga tegishli korxonalarda tezkor tadbir o'tkazildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Tursunboyev Ahmadjon Chinoz halol chorva va Chinoz avto hamkor mas'uliyati cheklangan jamiyatlarining muassisi hisoblanadi. Aholi o'rtasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan bu shaxs odamlardan yiliga kamida 100% lik dividend to'lash, ya'ni 2 barobar qilib qaytarishni va'da qilib, juda katta miqdordagi omonat mablag'larini milliy va xorijiy valyutada qabul qilish bilan noqonuniy ravishda shug'ullanib kelgan. U bundan tashqari aholiga oyiga 40% lik ustama to'lash sharti bilan xorijiy valyutada qarz berib kelgan. Hozirgi kunda Tursunboyev Ahmadjonga pul bergan yoki undan pul olgan odamlar soni bir necha 10 mingga yetgan. Men Berdiyev Abdunosir Sirdaryodanman. Shu endi odamlarning gapini eshitib, shu xalqdan eshitib keldim. 8 million so'm topshirdim. Bular 10 oy davomida ichida 16 million qilib beramiz deyishdi. Har oyiga 1 million 600 mingdan. Birinchi marta topshirishdi. 1750 dollar topshirdim. 1750 dollar 4320 dollar qilib beraman degan 3 oyga 360 dollardan. Aniqlanishicha, Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan va bu munosabatlarni huquqiy jihatdan hech qanday rasmiylashtirmasdan shunchaki o'zining ish daftarlariga qayd etish bilan kifoyalangan. Rahbar Ahmad ekan o'zi. Kassirlar bor, o'zlari hammasi yerda o'tirishadi. Yozib borishadi. Yan tartibda rasmiylashtirilib, daliliy ashyo sifatida olindi. Ushbu holat yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari olib borilmoqda.
$360. Aniqlanishicha, Tursunboyev aholidan avtomashina va qimmatbaho buyumlarni qonunga zid ravishda qabul qilib olgan va bu munosabatlarni huquqiy jihatdan hech qanday rasmiylashtirmasdan shunchaki o'zining ish daftarlariga qayd etish bilan kifoyalangan. Rahbar Ahmad akam o'zi. Kassirlar bor o'zlari, hammasi yerda o'tirishadi. Yozib borishadi o'zlariga endi nima deydi? Misol daftar tutishgan o'zlari yozib borishadi-da. Masalan, har oy odamga qancha berishi shuna yoziladi. Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy, 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollar ham 1 million atrofida oborot qilamiz katta chislolarda. Shunisi e'tiborliki, Tursunboyev odamlardan pul qabul qilayotganda hech qanday kafolat bermagan. Boz ustiga, agar o'ziga biror kor hol bo'lsa, yaqin qarindoshlariga favar moddiy boyliklar olib kelib sotish bilan shug'ullanuvchi shaxslarga ma'lum miqdordagi foyda evaziga qarzga berib kelgan. U shunday noqonuniy faoliyat bilan 4-5 yillardan beri shug'ullangan. Diler bo'lib ishlayman. Mashina registratsiya qilinadi. Ichkariga olib kirib shuni registratsiya qilib, o'sha insonni bu yoqqa olib kelib yozdirtirib, mashinani qabul qilaman. Olib kelgan insonga suyunchisiga $100 berib, $100 berib jo'nataman. Mashinani Sergeliga jo'nataman. Sergelida Lacetti Nexa'larni sotaman. 2 oy bo'ldi, shogird bo'lib tushganimga. Mashinani bu yerdan jo'natadi, egalari olib borib beradi mashinani. Texpasport olib yozib oladi, lazikan. Sot deydi, men shuncha narxdan sotaman. Egasi keladi, axloq qilib beradi. Pulni olib kelib betga yozadi. Noqonuniy ravishda odamlardan olgan pullar evaziga Escalade, BMW, Lexus kabi qimmatbaho avtomashinalar sotib olgan. Chinoz tumani hududidagi katta yer maydonida chorvachilik xo'jaligi tashkil qilgan. O'z turar joylarida juda katta miqdordagi xorijiy va milliy valyutadagi naqd pul mablag'lari va qimmatbaho boyliklarni to'plagan. Bizda mana ikkinchi fermada 1000 bosh buqa sig'dirilgan mol fermamiz bor. Birinchi fermada ham xuddi shunday mol ferma qurilyapti. 4-fermada ham 5-6 mingta buqa joylashadigan katta atkormishli baza qurilyapti. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Tursunboyev Ahmadjon va uning yaqin qarindoshlarining uy-joylari va ularga qarashli korxonalarda aytib o'tilgan tartibda o'zlashtirilgan 13 milliard 139 million so'm va 7 million 900 ming AQSh dollari miqdoridagi mablag' mavjudligi aniqlandi va bu pullar qonunda belgilangan. O'zlariga endi nima deydi? Misol daftar tutishgan o'zlari yozib borishadi-da. Masalan, har oy odamga qancha berishi shuna yoziladi. Qiladigan ishimiz odamlar mol, mashina bizga variantga beradi. Biz o'shalarni sotib 10 oy, 1 yil davomida odamlarga har oyida o'ziga belgilangan summani taqsimlab beramiz. Kuniga 3-4 milliard so'm oborot bo'ladi bizda har kuni. Dollar ham 1 million atrofida oborot qilamiz katta chislolarda. Shunisi e'tiborliki, Tursunboyev odamlardan pul qabul qilayotganda hech qanday kafolat bermagan. Boz ustiga, agar o'ziga biror kor hol bo'lsa, yaqin qarindoshlariga, farzandlariga hech qanday da'vo qilmaslik shartini qo'ygan. Xo'sh, u holda u qanday qilib odamlarning ishonchini qozongan? Tursunboyev Ahmadjon aholini pullarini 1 yil muddatda 2 barobar oshig'i bilan qaytarish va'dasi bilan qiziqtirgan va faoliyatining dastlabki paytlarida odamlarning kuchli ishonchiga kirgan. Odamlar bizlarga o'sha pullarni beradi, bizlar 10 oy davomida taqsimlab, yana o'zlariga kelishilgan foizda qaytarib to'lab beramiz. Keyingi kelgan klientni evaziga qoplanadi. Masalan, bugun bitta odam kelib $10,000 bersa, bir oy oldin 10 ta odam kelgan odam $10,000 $1,000 bo'lib chiqib ketadi. Ot chiqib ketadi. Holatida endi foyda anchagina. Bir-birini qoplaydi. Men o'zim tushuntirim. Siznikini bunga beryapti, bularnikini unga beryapti. Menikini yana kelib sizga beryapti. Shunaqa qilib aylanyapti-da. Men o'zim tushuncham shunaqa. U odamlardan olgan pullarining bir qismini xorijiy davlatlardan turli